Oyoq bo'g'imlari og'riganda ushbu kompressni qilishingiz shart. Aynan o'zim tajribamdan kelib chiqib, qiladigan kompress bo'yicha sizlarga ko'rsatma berib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yinglar. Kechasi bilan oyoqlarim og'rib chiqyapti, oyoqlarim og'ir, nima qilsam bo'ladi deb kelgan bemorlarimga xuddi shu issiq kompressni qilaman. Bu kompress qanaqa qilinadi? Qaynab turgan suvni biror tog'oraga solamiz. O'sha qaynagan suvga sochiq solamiz. Sochiq solganingizda qo'lingiz ozgina kuyadi. Qo'l o'rganguncha uni botirib olamiz. Sochiqni yaxshilab botirganingizdan keyin olib siqamiz. Qo'lingiz o'sha issiq suvga o'rgangan bo'ladi. Demak, o'rgangan holat hech qanaqa sizni taningizni kuydirmaydi. Xuddi shu issiqlikda oyoqqa bosamiz. Birinchi orqa tomondan, undan keyin hech qanaqa salbiy holatlar kuzatilmasa, tizzani oldi tomondan xuddi shu issiq suvni bosib 5-10 daqiqa ushlab turamiz. Ushbu issiq kompress mumkin emas bo'lgan holatlarni opisaniyada yozib qoldiraman. Bunaqa sog'lig'ingiz uchun foydali ma'lumotlar meni sahifamda juda ham ko'p topiladi. Obuna bo'lib qolishingizni maslahat beraman.